Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videoda biz fizikada hamma adashadigan narsa haqida gaplashamiz. Ya'ni fizikada hamma formuladan formula keltirib chiqarishga adashadi. Nima uchun bunday bo'ladi desangiz, chunki bitta formulani o'zidan, masalan, F tenglik mg formuladan m massani topish uchun g chap tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. Yoki boshqacha. Xullas, ana shu bitta formuladan 4 ta 5 ta formula yaratishga hamma qiynaladi. Buni oson usulini sizlar bilan bugun ko'rib o'tamiz. Buning uchun nima qilish kerak? Asosiy berilgan kattaliklarni yozib olamiz masalada. Undan keyin formulani topamiz. Formulada hamma berilgan kattaliklarni joylashtirib, biza topishimiz kerak bo'lgan narsani x harfi bilan belgilaymiz. Matematikadan hammamiz bilamizki, oddiy tenglamani ishlash uchun ma'lum hadlar bir tarafga, noma'lum hadlar esa ikkinchi tarafga o'tkaziladi. Xuddi shunaqa qilib ishlasalaringiz, formuladan formula keltirib chiqarish bizga umuman kerak bo'lmaydi. Chunki fizikada masala ishlash jarayonida hamma berilganini yozadi, nimani topish kerakligini yozadi, formulasini yozgandan keyin formuladan qaysidir kattalikni topish kerak bo'ladi. O'shani topishga juda katta vaqt yo'qotadi yoki topa oladimi, yo'qmi? Shuning uchun oson usuli berilgan kattaliklarni yozasizlar masalada. Nimani topish kerak o'shani yozib, formulani yozasizlar, keyin yechishda esa formulada berilgan har bitta kattalikni joyiga qo'yib chiqib, so'ngra esa asosiy o'sha topish kerak bo'lgan narsani x harfi bilan belgilaymiz. Shundan so'ng tenglamani ishlaymiz, javobi kelib chiqadi. Endi nima uchun fizikada hamma ko'pincha formuladan formula keltirib chiqarishga xato qiladi? Chunki formuladan formula keltirib chiqarishni yaxshi bilmaslik sababi matematikadagi tenglama mavzusini yoki bir tarafdan ikkinchi tarafga bo'lish qilib o'tkazish, masalan ko'paytirish bo'lsa bo'lish bo'lib o'tadi, qo'shish bo'lsa ayirish bo'lib o'tadi, ayirish bo'lsa qo'shish, ya'ni tenglikni o'ngdan chapga o'tkazgan paytimizda ishoralar o'zgarishini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun ham ular qiynaladi fizikada formuladan formula keltirib chiqarishda. Sizlarga oson usulni o'rgatdim. Demak, hamma kattaliklarni yozasizlar. Birinchi berilgan kattaliklar nimani topish kerak? O'shani formulasini topgandan keyin formulada x harfi bilan belgilaysizlar. Undan keyin ishlashlaringiz oson bo'ladi. Xuddi oddiy chiziqli tenglamani qanday ishlasalaringiz, uni ham o'shana ishlab x topasizlar. Topgan x ning qiymati esa mana bu sizlarga nima masaladan nimani topish kerak edi? O'sha bo'ladi. Tushunarlimi? Xuddi shu. Yana fizikadan qiziqarli ma'lumotlar yoki fizikadan nimada qiynalsalaringiz, mana shu ekrandagi raqamlarni Telegram ichkalariga murojaat qilishingiz. Assalomu alaykum barchaga. Siz hali ham fizika va matematika fanlarini onlayn kurslarda o'rganib bo'lmaydi deb hisoblaysizmi? Unda men Fazliddinov Diyorbek sizlarga onlayn kurslarimni taklif qilmoqchiman. Men 4 yildan beri fizika va matematika fanlaridan onlayn tarzda repetitorlik faoliyat bilan shug'ullanib kelaman. Hozirgacha 100 dan ortiq o'quvchilarni milliy sertifikat imtihoniga, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishiga va Prezident maktabiga attestatsiya imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tishiga yordam berganman. Onlayn kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun yoki onlayn kurslarimizga qatnashish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni video darslarimizdan namunalarni YouTube'da ham ko'rishingiz mumkin. YouTube ijtimoiy tarmog'ida Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, darslarim kelib chiqadi. Ko'rib, dars o'tish mahoratimga baho berishingiz mumkin.